Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Yaxshimsizlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun payshanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Navbatda Jenevada chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 55-chi navbatlik yig'iniga qatnashish uchun 17 mart Jenevaga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim BDTning Jenevadagi markazida har qaysi davlatlarning elchilari bilan bir yurish, muhim uchrashish va suhbatlarda bo'ldi. Bu navbat chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 55-chi navbatlik yig'inida Uyg'ur masalasi yig'inning muhim temalarining biri bo'ldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Volker Türk 4 mart kuni bu qatimqi BDT kishilik huquq kengashida qilgan so'zida men Xitoy hukumatini ishxonam va boshqa kishilik huquq organlarining Xinjiang va Tibet qatorliq rayonlardagi negizli kishilik huquqni dafsanda qilayotgan qonun, siyosat va ijroatlar haqida bergan tavsiyalarini amaliyalashtirishga chaqiraman deb ko'rsatgan edi. BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi 2022 yili 8 oyning oxiri hal qilg'ich bir doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining vatanimiz Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan siyosatlarning insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilganligini bildirgan va Xitoyga rayondagi vaziyatni o'zgartirishga yetaklaydigan bir qator takliflarni bergan edi. Dolqin Isa boshchiligidagi qurultay hay'ati 5 aprelgacha davom qiladigan BDT kishilik huquq kengashining 55-chi navbatlik yig'iniga qatnashish jarayonida BDTning dokladchi xodimlari, BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining xodimlari, Uyg'urlar masalasini qo'llayotgan Amerika boshchiligidagi bir qism ellarning elchilari bilan Xitoyning chegara hal qilgan bostirish siyosati haqida ochilgan yondosh yig'inlarga qatnashdi. Diniy e'tiqod erkinligi haqida to'xtalgan Dolqin Isa apandim, ulug' Ramazon oyida butkul musulmonlar ro'za tutib, ibodatlarni ado qilayotganda Xitoyning vatanimizda ilib berayotgan diniy cheklamalar haqida BDTdagi yig'inlarda alohida to'xtaldi. Onundan başqa yig'inga ko'zatkichilik salohiyati bilan qatnashayotgan bir qism xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan keng doirada uchrashish ilib borgan Dolqin Isa apandim, ular bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday to'sib qilish va Xitoyning BDT munbarlarida ilib berayotgan ko'zbo'yamchiligini qanday fosh qilish masalasini ko'radigan asosda suhbat va muzokara ilib bordi. Xitoy hokimiyati o'zining BDTdagi nufuzi va ta'siridan foydalanib, uzun yillardan buyon Dolqin Isa boshchiligidagi qurultay hay'atining BDT yig'inlariga bo'libmi BDT kishilik huquq kengashi yig'inlariga qatnashishiga to'sqinlik va buzg'unchilik qilib kelmoqda. Xitoyning kuchli noroziliklariga qaramasdan oldin qatim chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 54-chi navbatlik yig'inida so'z qilish salohiyatiga erishgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim, Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy hokimiyatining vatanimizda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarni qattiq ayblash bilan birga xalqaro jamoatchilikni, jumladan BDTni Xitoyning Uyg'urlar qaratgan jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun Xitoy qarshi jiddiy tadbir qo'llanishini talab qilgan. Ayni chaqda Dolqin Isa apandimning bu nutqi Xitoy vakillar o'migining qattiq noroziligiga uchirgan va ularni qattiq sarosimga solgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining 2024 yili 3-oyning 19 kunidagi maxsus xabarga asoslanganda 20 mart Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi Avstraliyaga berib, Avstraliya tashqi ishlar ministri Penny Wong bilan ko'rishishdan burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi Avstraliyaning konkret harakatga o'tishini talab qilgan. Ya'ni quruq gap bilan emas, konkret harakatlar bilan Xitoyni javobgarlikka tortishni talab qilgan. Bu Beijingning 7 yildan buyongi tunji qitimliq yuqori darajalik ziyorati bo'lib, mazkur 2 nafar tashqi ishlar ministri 7-chi navbatlik Avstraliya Xitoy diplomatiya va strategik suhbatiga qatnashib, kishilik huquq va rayon bexatarlik masalasi to'g'risida suhbat olib boradi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Isa apandim mundaq degan: Avstraliya hukumati tarixdan buyon Xitoy bilan bo'lgan munosabatga ehtiyotchanlik bilan yaqinlashdi. Bu munosabat bilan Avstraliya Xitoy munosabatining yaxshilanishiga shohid bo'lish kishini to'lim andishlantirdi. Bu Wang Yining Avstraliya ziyorati ministr Penny Wong uchun quruq gap bilan emas, konkret harakatlar bilan Xitoyni javobgarlikka tortadigan yaxshi fursat. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Avstraliya hukumatini Xitoy bilan bo'lgan suhbatda kishilik huquqni oldin qo'rin qo'yishga chaqirgan, shuningdek Avstraliya hukumatini Magnitskiy qonuniga o'xshash jazo qonunlarini yo'l qo'yib, Uyg'urlar qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligi va irqiy qirg'inchilikqa mas'ul Xitoy hukumat amaldorlariga jazo berishni talab qilgan. Shuning bilan bir vaqtda Avstraliya hukumatini Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikning qurboni deb rasmiy e'tirof qilishini va Uyg'ur musofirlari ham Uyg'ur jamoatini Xitoyning davlat halqigan bostirishidan qo'g'dash uchun konkret tadbir ilishini talab qilgan. Bu jarayonda Avstraliyadagi Uyg'urlar Avstraliya parlamenti binosi oldida Wang Yining Canberra ziyoratiga norozilik bildirib namoyish qilgan.
Belgiya Löwen Universiteti o'quvchilari birlashmasining o'rinlashtirishida 19 mart Belgiya Uyg'ur jamiyati va Belgiyadagi Yashillar partiyasidan Samuel Kogalati apandi tarafidan Uyg'ur irqi qirg'inchiligi va Uyg'urlarning kimligi haqida bir maydon leksiya o'rinlashtirilgan. Bu haqda Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Akbar apandining bergan ma'lumotida ko'rsatilishicha, Belgiya Löwen Universiteti o'quvchilar birlashmasining taklif bilan elib berilgan bu faoliyatni mazkur universitetning xalqaro munosabatlar guruhi tashkillagan bo'lib, leksiyada Uyg'ur irqi qirg'inchiligi va uning tarixiy orqa ko'rinishi, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati atrofli tanishtirilgan. Bu faoliyatga qatnashgan o'quvchilar mazkur universitetning xalqaro munosabatlar bo'limi, strategiya tadqiqot bo'limi, jamiyatshunoslik va insonshunoslik bo'limlarida maxsus tarbiyalanganlar bo'lib, Akbar apandining bildirishicha, o'quvchilar Uyg'urlarga munosabatlik atrofli tayyorlik qilgan. Uyg'ur irqi qirg'inchiligining planliq tug'ut, majbur emgak va qul ishchiligi bilan bo'lgan munosabat haqida nuqtaliq savollarni tayyorlab kelishgan. Bu qitimqi Löwen universitetidagi faoliyat leksiya so'zlagan Belgiyadagi Yashillar partiyasining a'zosi Samuel Kogalati apandi bo'lsa, ayni vaqtda Xitoyning tahdid va o'zini jazolash tizimligiga kirgizishiga qilch parvo qilmay, Uyg'ur irqi qirg'inchiligini Belgiya parlamentida o'ttirib qo'ygan va Belgiya parlamentining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilishida ko'p kuch chiqargan kishi edi. U Belgiyaning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilish jarayoni va bu jarayonda o'z beshidan o'tgan Xitoyning tahdid qatorliq jarayonlarini o'quvchilar bilan o'rtoqlashib, har bir shaxsning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtatishda majburiyati borligini ta'kidlagan. Bu qatimqi leksiyada tushgan eng muhim savollardan biri Uyg'ur irqi qirg'inchiligining kelib chiqishi, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan zamin degan yakun masalasi bo'lgan. Akbar apandi Sharq Turkistonning besilinish jarayoni va ishg'oliyatdan keyingi mustamlika bosqichi haqida to'xtalgan. Hamda bu jarayonni ayni vaqtdagi Belgiyaning Afrika davlatlarini mustamlika qilish jarayoni bilan silishtirgan. Löwen universitetida o'tkazilgan bu leksiyaga 70 dan ortiq o'quvchi qatnashgan bo'lib, bu faoliyat boshdan oxiri nihoyat jonliq kayfiyatda elib berilgan. Faoliyatga qatnashgan ba'zi o'quvchilar maxsus Uyg'ur irqi qirg'inchilik haqida dissertatsiya yozayotgan yoki Belgiyaning har qaysi sohalarida siyosiy partiyalarda xizmat qilish oldidagi yoshlar ekan. Bu yoshlar Samuel Kogalati va Akbar apandilarga jamiyatga chiqqandan keyin Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtatish uchun men nima qila olayman degan temada savollarni so'rashib, buningdan keyin Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtatish uchun bir kishilik hassa qo'shilganliklarini bildirishgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.